Koreyada o'zbek qizlarimiz bilan soat 11:00 da ko'rishishga kelishdik. Reyslar orasida kech qolish hurmatsizlik hisoblanadi. Qani ko'ramiz, o'zbek qizlarimiz Koreyada yashab qanchalik bunga ko'nikishgan. Eng qiziq joyini aytaymi? 11 bo'lishiga 10 minut qoldi, men hali o'zim ham yo'ldaman. Soat 11:10 men adashib qolib ko'chada turibman, taksi kutib. Kelishilgan manzilga yetib keldim, lekin hech kim yo'q. Boshqa shahardan adashib bo'lsa ham baribir o'zim birinchi keldim. O'zbegim go'zallari, qoshlari qalamlari. O'zbegim go'zallari, qoshlari qalamlari. Yagonadir, bir donadir, chiroyi ichra durdonadir. Uni ko'rgan yigitlari bir umrga divonadir. Voy bittasin ko'rib, kuyib qoldilar.